Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana xudo xolisa navbatda ishlarimizni ham tugatib oldik. Bu ishimizni Andijon viloyati Bulovash tumaniga qo'yganmiz. Xo'p, eshigimizni oynagini 2 qavat qilganmiz. O'rtasiga shatlanki gullarni to'qib berganmiz. Xo'p, bu yerimiz uzunasi 7,5 metr bo'lgan. Romni bo'ylari 1,60. Eshigimiz 1,20 ga 2,45 bo'lgan. Xo'p, romlarimizda 2 qavat oyna bo'lgan. Bular ham oq yot paket bo'lgan. Har doimgidek ustunlarni alkofon bilan o'rab o'tganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Liniyasini ham xudo xolasa cho'tki qilib, bir xil qilib qo'yganmiz. Xo'p, romlarning orasini 3 ko'zdan qilib, o'rtadan bittadan ochib berganmiz. 1,60 romni bo'ylarini splashnoy qilganmiz. Pramuga tushirmaganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Har bir ustunlar o'rab, kirib chiqish liniyasini ham to'g'rilaganmiz. Xo'p, bu chekani ochib qo'ygan sababi, yana bu yerga g'ish urilar ekan ichidan. Liniyasini ko'rishinglar mumkin. Xolasa liniyasi ham cho'tki bo'ldi. Xo'p, yana bundan tashqari bu yerimizga eshik romlar ham qilib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu tomonlarga eshik derazalar qo'yib berganmiz. Xo'p, tashqari tomonda romlarni 2 qavat qilib berganmiz oynagini. Ularimiz 1,30 ga 1,60 razmerlari. Xo'p, bu yerimizga 4 ta rom, 3 ta eshik qo'yib berganmiz. Xo'p, eshiklarimiz 1,20 ga, bo'ylari 2,35 bo'lgan. Xohlasa bularga ruchkalarni yaxshisidan qo'yib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Taglarini alkofon qilib berganmiz. Oynalari ayvon ichi 1 qavat bo'lgan. Xo'p, romlarimizga podovonni qo'yib berganmiz qaralik. Ko'rishinglar mumkin. Eshik ruchkalarini ham rom ruchkalarini eshik ruchkasiga moslab bir xil qilib Open Doors firmasiga tegishli ruchkalardan qo'yganmiz. Bu tomonda romlarimiz hammasini razmeri bir xil 1,30 ga 1,60 bo'lgan. Bularimiz 3 ko'z qilib o'rtadan bittadan ochib qo'yganmiz. Eshiklarimizni ham razmerlari bir xil. Xudo xolasa onchalik yopilib dekoratsiyalar ham xudo xolasa hammasi zo'r bo'ldi. Taglarni alkofon qilib berganmiz. Bu yerda ham yana bitta eshigimiz bor. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa zazonlari ham chiroyli holatda chiqqan. Bu chekada yana bitta romimiz bor. Xo'p, 2 ta eshik, 3 ta eshik, 2 ta rom 1 qavat bo'lgan. Bu tomonga bitta rom qo'yib berganmiz. Bu rom ko'cha tomonligi uchun bu yerga shatlanki gullarimizni ham qo'yib berganmiz. Buni ichkaridan ko'rinish holatlari bu yerimizga ham chiroyli podovonilardan qo'yib berganmiz. Ruchkalarni yaxshilab qo'yib berdik. Bahor ochilib ishlagan go'zal. Ko'rishinglar mumkin. Xolasa. Xo'p, endi bu yerimizni общий narxini aytib o'tadigan bo'lsak, shu yerda barcha jamiki ishi ko'rib turgan ishlar 23 million so'mga to'xtalgan. Kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xolasa aloqadamiz akalar. Ortimga telefon qila olasizlar.